Guliston tumanidagi obyektimiz 7000 Engelberg energiya oynalarida 100% qo'yib bo'lindi. Bu taraf Termos 85 romlari oldiroq qo'yilgan bunga. Penthouse qilingan. Seriya PP oynasida qo'yilgan bu yerda kolodniy oynalarda. Bu arkadiy romlarimizdan ikkinchi etajimizda 12 shtuk bor. Hammasi qo'yildi 100%. Patagonik setka. Romlarimiz двойной mexanizm. Surilma setka, tramplin. Mexanizmga yordamchi sifatida energiya oyna. Oynalarimiz 3 qavat oyna bo'lgan 7000 Engelbergda. 2 qavat prozrachniy, tashqarida bor energiya bo'lgan. Argon gaz urilgan ichki tarafiga bo'ldi. Bu xonamizning o'zida 5 ta fotosuramimizdan bor. Hozir legirovka ishlari ketyapti. Razmerlari, fasonlari bir xil bo'lgan, joylari ham bir xil tashlangan. Romlarimiz 100% plankada, romga teshilmagan, ziyon yetmagan romga. Patagonik 45 talik qo'yilgan, katta bo'lsin deyishgan. Ochilishlari hammasida surilma setka bor. Hammasi 100% двойной mexanizm.